Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zebaxon opa, yaxshimisiz? Oila a'zolar tinchmilar? Yaxshi, rahmat. Allohga shukr. Avvalambor bugungidek go'zal sanalar egasi ekansiz. Sizni Allohimizga chin ne'mat, Rasulimizga xolis ummat bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz ayni fursatlarda qarshi olayotgan, qadam qo'yayotgan yangi muborak yoshingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Allohim tuningizni nurafshon, ko'nglingizni xotirjam, chehrangizni nurli qilsin. Tanangizni salomatlik, yuzingizni esa tabassum bezab tursin. Yaqinlaringiz va farzandlaringiz baxtiga sog'-u salomat bo'lib, mana shunday yoshlardan ko'pini ko'ring ilohim. Rahmat. Ayni daqiqalarda siz bilan Urganch sovg'alari jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasining eng sevimli boshlovchisi Ruxshona Bonu bo'lyapti. Opajon, mumkinmi birozga qimmatli vaqtingizni olsam? Rahmat. Bugun sizni tabriklash va xursand qilish uchun, mana shu go'zal ayyomlar bilan muborakbod etish uchun, quvonchli kunlaringizga yanada shodliklar qo'shish uchun sizni yaxshi ko'ruvchi qadrdonlaringiz tomonidan tabriknomalar, dil izhorlari yetib kelgan. Shu o'rinda sizga kichik savol bermoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu sirli maktub egasi qay bir yaqiningiz, qaysi bir mehribon insoningiz bo'lishi mumkin? Taxminingiz bormi? Taxmin qilib ko'rasizmi? Albatta opajonim. Bugun bizga yetib kelgan ajoyib dilnomalarni jannatim, onajonim deb sevib ardoqlovchi qadrdon o'g'lingiz Jahongirbek, barcha yaqinlaringiz va qadrdonlaringiz, xususan turmush o'rtog'ingiz Valijon aka, farzandlaringiz Javohirbek, Jonibek, onajoningiz Izzatoy aya, otajoningiz Abdusalom ota, singillaringiz Sabohatxon opa va aka-ukalaringiz nomidan sizni bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklab, qutlov maktubi yo'llabdilar. Maylimi, o'g'lingizni dil izhorlarga to'la ushbu maktubini sizga o'qib eshittirsam? Assalomu alaykum. Xokisorim, jannatim, onajonim. Sizni bugungi Allohimga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Onajonim, mehribonim, meni yemay yedirib, kiymay kiydirib, ichmay ichirganlaringiz haqqi ikki dunyoning saodatini ko'ring ilohim. Qalbingizdagi jamiki ezgu niyatlaringizni ijobatini ko'ring. Inshaalloh qadamlaringiz Makkatullohga yetsin. Chiroyli ko'zlaringiz Ka'batullohni ko'rsin. Aytgan shirin zabon so'zlaringiz Baytullohga labbayka bo'lsin. Ichgan suvlaringiz Zamzam bo'lsin. Allohni jamollarini beparda ko'rmoqlik, payg'ambarimizni tabarruk qo'llaridan Kavsar suvlarini ichmoqlik Allohni suyukli bandalari qatorida sizga ham nasib aylasin. Allohim uyimizga nur, qalbingizga huzur, umringizga baxt, ishlaringizga omadlar ato aylayversin. Umringiz xayrli va barokatli bo'lsin. Hamisha bahor gullaridek ochilib, baxtlarga to'lib yashang. Ilohim, bizlarni baxtimizdan quvonib, taxtimizga suyanib, hayotdagi yutuqlarimiz bilan faxrlanib yashashdek baxt sizga va otamga nasib ro'z aylasin. Onajonim, mehribonim, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Buni o'zingizga hech ham ayta olmaganman. Bugun jur'at etib bu gaplarni aytar ekanman, beixtiyor ko'zlarim yoshlandi. Yaxshiyam hayotimizda borsiz, yaxshiyam mening onamsiz. Hech qachon birovning onasiga qaniydi shu mening onam bo'lsaydi demadim. Xudo xohlasa otam bilan sizni hajlarga olib boraman. Yelkalarim uzra mindirib, Ka'bani aylantirib sizlarni hojona va hojota qilaman. Sizlarni yaxshi ko'ruvchi o'g'lingiz deya sizga o'z dil izhorlari to'la tabrik maktubini biz orqali yetkazishni niyat qilgan Jahongirbekka ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'g'lingizni sizga bildirgan tilak va istaklari Allohim dargohida qabul bo'lsin ilohim. Zebaxon
opa, ayni daqiqalarda ijodiy jamoamiz tomonidan ushbu suhbatimiz yozib olinmoqda. Agar sizni ham o'g'lingiz Jahongirbekka va barcha yaqinlaringizga ezgu istaklaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Ular ham albatta sizni eshitishadi. Barchalarni nima niyatlarimizni hammasi amalga Har doim o'ylagan maqsadiga yetishib Allohim sizdan martabani ulug' qilsin. Sevguvchi saxiy iymonni bo'ylagan qilsin. Hammani o'ylagan niyatiga hammalariga rahmat. Arziysiz opajon, joningiz omon bo'lsin. Bizning Urganch sovg'alari ijodiy jamoamiz nomidan ham sizni shukrona kuningiz bilan yana bir bora chin dildan tabriklaymiz. Oilangiz va yaqinlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'lib, mana shunday yoshlardan ko'pini ko'rib yuring ilohim. Sizlar bilan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasining eng sevimli boshlovchisi Ruxshona Bonu bo'ldi. Omon bo'ling aziz. Har qadam oq olar boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim. Yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoni boshingdan balandga qo'yib, o'zing turgan shoxga olovlar qo'yib, yig'lasang foyda yo'q, so'ng to'yib o'zicha osmonga mosdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Onagirim senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim
ko'zlaringda nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim kim bo'lsam ham bu dunyoda, mehribonim seving uchun qul bo'lardim. Onagina senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Onajonim tilagim bor alohida, asrasin yo Robbim seni